Biz endi bugungi kunda 4-sadik Kaptanish bolalar bog'chasining sadigida qo'ynar to'plani bo'yicha tekshiruv bilan keldik. Mana endi birinchi ma'lumotni qaraymiz. Stenddagi menyu bo'yicha tangal to'g'ri keladimi? Rizqlar hazırlanganmi? Grammlari to'g'ri keladimi? Shu ebrlarni biz hozir qarab olacakmiz. Mana oshov obed oldik akras. Obed oldindan bugun narsalar Milashamaysizmi sizni? Menyuda? Bugunmi? Bugün narsa berasiz hozir? Bugün ne? Kabistalosh, kirpi, ёжики с мясом, с рисом. Там компот, хлеб, пшеничный и ржаной, кишка овощной рагу, рыбные котлеты, чай сладкий с молоком и пей. Boshqa narsa berilganini qaraymiz, qiyofatini qaraymiz. Bular уже hazırmi? Mayını kaynatırga koydum. Mayını bilen Negatif yani seslerimiz. Ris, farş, soğan. Bitti. Hem üstüne akmayla maylat bileriz. Взвешивание болды қазір. Подготовительный группаға біздің 504 тиішінше норма білен салынған ош. Ёжики 70 грамм тиіш подготовительный зорлар группасына нормада ёжики ясалған һәм салынған. Har vaqt ertan kelgach ochib qo'ya turgan xulosында turgan texnologik karta. Ham endi mana qaraymiz, свежей капусты с мясом, на самом деле ochib qo'yganlar, ёжики из мяса с рисом, компот и хлеб. Геркулесовая каша. Кофейный напиток. Moyları pey, sır. Ham yormalar saqlov skladlari ayrim. Qachon keldi? Belki keldi mi? Iteybatmi? Bitenini g'aybet. Itne Bit var bir şey g'aybet. Mizelerini. Minzelerin Iti ko'rinib turaveradi. Напитки. İkinci apelsin. Minimizatsiya. Variantasını. Bütünsünde qarayım, dörtünde dörtö bütündeler. Birov, ikki, üçü, dörtö. По организации горячего питания, Reglamент değil mi? регламентлары. İnşallah. Barma, огнетушительler tertiptemi. Шулай ук балалар безнең прогулка ачып киткән моментта без инде бүлмәләргә кирип карыйбыз, проветриваниелар үткәреләме, йокы бүлмәләре тәртиптәме. Инде килеп керүгә йокы бүлмәләрендә тәртип икәнен күренеп тора. Тәрәзәләр ачылып җилләтелә. Шуңа инде монда безнең замещание юк. Bizning 4-chi bolalar bog'chasida bugungi kunda 140 bola yuri. Bolalar bizga kunga 3 taqir qo'ynar shoshilar, 1 taqir boltnik, soklar beradilar, fruktlar. Ota-onalardan zameshaniyalar yo'q. Butunisida qanoat oshov bilan bizning menyu azrak ayirila. Temlashirtalar, povrapalar butunimizda qanoat. Ota-onalarda satipliklarda qanaqa. Biz endi kelib kirishga butun yerda tartib o'rnashganini ko'rdik. Endi mana kuxnyalarga da o'tamiz, pishiruv prosesslarini ko'rdik. Bek yaxshi, bek chista. Biz bu sadik bilan bek davolni bo'lib qolamiz. Texnika безопасности bo'yicha bir nindi narушенияларда yo'q. Dokumentatsiyalarga kelganda butun sanitariya talab etgan jurnallar har birsida to'tirilgan. Rizq bo'yicha aytsak endi bek ta'minetib osh pishirilgan shi, ikkinchiga endi mana ёжики, tatarcha aytsak endi risovый kirpilar, it bilan, dugi bilan ayrim blюдо etib ishlangan, тоже bek ta'mni texnologik kartalar bo'yicha pishirilgan, tangal to'g'ri kela. Bu sadikka o'mishlar, hamiyat ishlarga shushilay.